oiladagi ajrimlar. Bu ajrimlarni men mavzuda ham aytaman, hammasini faqat ajrimlarni yomon ko'zdan ko'rish kerak emas. Ma'lum oilada bo'lmaydigan bo'lsa ajrimlar ma'qul. Bir-birini o'ldirib qo'ygandan ko'ra, joniga qasd qilgandan ko'ra, alohida yashagani, boshqa oila qurgani, vaqtli oila hayot kechirgani, yoki o'zi mustaqil yashagani ma'qul. Lekin ajrimlarni ma'lum soni hech qanday sababsiz, ya'ni o'z-o'zidan oilada bo'lgan yengil nizolar asosida hech qanday asossiz ajralishlar bo'lyapti. Va bu so'zsiz, otasiz o'sayotgan bolalar, farzandlar va o'z-o'zidan oiladan oilaga keyinchalik ta'sir ko'rsatadi. Noto'g'ri oila sonining oshishi, otasi o'nlab farzandlarni sotishi. Men ilgari ham aytganman, yaxshi bilasizlar, urush davrida Osiyoda vazirligimiz ilgari vazirlik bitta edi. Toshkent vazirligiga yetimlarni kechgacha hammasi olib ichadi. Hozir o'zining farzandini arzimas pulga sotyapti. Oiladagi qotilliklar. Babajonovga rasmiy hisobotiga ko'ra, mana 2 yil oldin agar biz 100% qotillik jamiyatda O'zbekistonda desak, 36% oilada sodir bo'lyapti. 36% juda katta raqam. Eng yaqin kishini bir-birini o'ldirishyapti. Har yili 2,5 million odam suitsiddan olamdan o'tyapti. Bu faqat elimizda emas, dunyoda 1 milliondan ortiq odam olamdan o'tyapti. O'zimga qasd qilib. Va uning faqat 15% ruhiy kasal. Vaholanki 85% ruhiy sog'lom. Buni asosiy nima uchun bunga ko'proq beryapmizki, psixologik muhit sog'lom bo'ladigan bo'lsa, yoki psixologik savodxonlik yetarli bo'ladigan bo'lsa, yoki psixologik xizmatni yetarli yo'lga qo'ygan bo'lsak, suitsidni bo'lmaganda yarmisidan ortig'ini bartaraf etishimiz mumkin, oldini olishimiz mumkin. Afsuski, bu narsa yetarli bo'lmayapti. Eng achinarlisi, butun dunyo bo'yicha suitsid asosida o'lganlarni VOZ ma'lumotiga ko'ra, Filmlar organizatsiyasi deymiz, butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti 3 ta erkakka 1 ta ayol to'g'ri keladi. Sredniy statistik dunyo bo'yicha bizda ayrim viloyatlarda 2 ga 1, ayrim viloyatlarda 1 ga 50, ayrim viloyatlarda 2 ta ayolga 1 ta erkak to'g'ri keladi. Bekorga oila va gender instituti tashkil etilgani yo'q. Bekorga ayollarga juda katta e'tibor berilayotgani yo'q edi. Aslida juda katta potensial bor. Afsuski, mana bu sodir bo'lyapti. Va bizda sredniy statistik, ya'ni o'rta statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'z berayotgan ma'lumotlarga ko'ra biz o'zimizni bilamiz, lekin o'sha dunyo bo'yicha taqqoslaganimizda bolalarni o'limi ham bizda ko'proq O'zbekistonda. Bu juda achinarli holat. Juda katta muammo. Avvalda Rossiyada emotsional yaqinlik zaiflashib boryapti. Ota-ona o'zining farzandlarini oborib qariyali uyiga topshirishyapti, nogiron uyiga topshirishyapti. Ota-ona buni tushunaman. Bundan bir 20 yil oldin Ohangaronda borib ko'rganda 3,6% mahalliy millat kishilar edi. Hozir 50%dan oshgan. Xulosa bunga chiqarishga mumkin. Oliy ma'lumotli, 2 ta o'g'illi oila borib, bola onasini umrini qisqartirib, borib shunaqa joyga topshirib kelishyapti. Bu juda achinarli holat. Ba'zi xalqlar o'zining milliy qadriyatlarini ham yo'qotib boryapti. Oiladagi nosog'lom muhit, mana ko'ringlar, gipertoniya bormi, stenokardiya bormi, qand diabeti, oshqozon yarasi, depressiya, psixosiniya, bir qator teri kasallik hammasining asosida psixogen etiologiya yotadi. Ya'ni psixogen o'sha nosog'lom muhit keltirib chiqarishda eng asosiy rolni bajaryapti. Bu ham psixologiya. Bevosita bizni shug'ullangan eng asosiy vazifalarimizdan bittasi hisoblanadi. Endi sabab va omillar nimada deganda, ko'rasizlar. Urbanizatsiya, shaharlash yaxshi, shahar hayoti yaxshi, siz yaxshi. Lekin boshqa tomonlari ham bor. O'sha
kişilerin uğraşımız gerektiğinde. Her farklı yoshda namnisbati o'z xalqining milliy me'yorini to'liqligicha yo'qotib boryapmiz. Bilan juda qolganini to'xtatib o'tamiz. Har bir xalq millat o'z xalqiga inson uchun mantiqan to'g'ri, ammo bobolarga o'sha bevosita o'zini qadriyatlarini yo'qotib borish uni tanqidlashtirish. Ijtimoiy formatsiya. Men siyosatshunos emasman, lekin juda ko'zga ko'ringan xalqaro siyosatshunoslarning gapi bo'yicha, bevosita ma'ruzalar, ilmiy ma'ruzalar bo'yicha nima deyaptiki, kapitalizm 20-asr oxirida o'zini eng oxirgi rivojlanish nuqtasiga yetib bordi. Kapitalizm va rivojlangan davlatlar hammasi kapitalistik davlatlarga, endi birortasida sotsialistik davlat yo'q, rivojlangan davlatlar ichida. Endi shu rivojlangan davlatlarni yana diqqatinglarni qilamanki, o'sha rivojlangan davlatlarni kapitalizm oxiriga yetkazilgandan keyin endi transformatsiya boshlandi. Endi kapitalizm o'zini jamiyatini transformatsiya qilyapti, yangilayapti. Biz bugungi kunda o'sha sotsialistik tizimdan chiqib ko'p jihatdan kapitalistik davlat quryapmiz. Lekin kapitalizm o'zi yana transformatsiya qilyapti. Ya'ni bizda ideallik o'zi yo'q. Shuning uchun bizda hozir sotsialistik prinsiplar ham bor, qonunlarimiz ham bor. Hozir kapitalistik tomonga ketyapmiz, shaxsiy mulk o'zidan yangi jamiyat quryapmiz. Va yangi jamiyat qurishga bu faqat biz emas, umuman rivojlangan davlatlar juda ko'pi mana shu yo'lda. Nima qilayotganimizni ba'zan o'zimiz bilmaymiz. Bu bir tanqidiy fikr emas, bu fakt, real fakt. Shunda o'tish davri bo'lgandan keyin faqat bizda emas, o'sha rivojlangan davlatlar ham endi o'tish davriga transformatsiya bo'lgandan keyin bu jamiyat o'zining talabini yetarli qoldirgandan keyin va e'tibor beringlar, hozir juda ko'p yerda radikalizm, shovinizm paydo bo'ldi. Bir yaqinda Chilonzorda turgan voqeada Moskvadan O'zbekiston bizga hisobot bersin degan da'vo bo'ldi, ishida bor. Bu nima? Rossiya uchun biz kimmiz? Koloniyamiz, hisobot beramiz. Masalan, yoki Trump borib o'zicha mamlakatlarga bir hujum qilib, boshqa qilib, Eronni san mamlakatni rivojlantirmaysan, bo'lmasa senga urush ochamiz deb e'lon qilib, Suriyani nima qildi, boshqalarni nima qildi ko'rasizlar. Netanyahu nima qilyapti ko'rasizlar. Shuning uchun bunida ham murakkab. Yaqinda bir o'sha olimning ma'ruzasini eshitib, bir narsaga e'tibor berdim. Rivojlangan davlat demografiya ancha og'ir bu hozir. Tug'ish foizi juda past bo'lganligi uchun aholi o'sishi keskin qisqarib boryapti. Migrantlar sifatida migrantlar tarzi oshib boryapti. Mana shunda nima deydi? E'tibor berdim, заселение народами Южного Востока и Северной Африки deyapti. Благодаря заселению, точнее говоря, засорению меньше düşüyordu. Manasını için değil. Demek yakın şark halkları, bunun içinde kısmen bizden çıkıdığımız bunların haması başka devletlige ötüp, biz bazı sonra yani düzeltkenmişiz. İflaslendirilkenmişiz. İlginç çıkarttan. Bu nime değil, bu şovinizm. Klasik forması şovinizm. Shuning uchun mana qancha migrantlarning ustidan Rossiyada nima bo'lyapti? Holat. Bekorga Baxtiyor Qodirov Saidov o'zlari taqdirlanib aytib qo'ymaganlar va bermaganlar bo'lyapti. Bu yerda umuman vatandoshlarimizni hozirgi ancha migrantlarimiz holati haqida gap boryapti. Migrantlarning ham juda ahvoli og'ir hozir chet elda. Va qancha ma'lumotimiz past bo'laversa, shuncha o'lik kam bo'ladi, shuncha hurmatsizlik, shuncha bizga aldash bo'ladi. Shuncha biz kam topamiz va betiga oilamizni ham yetarli boqolmaymiz. Shuning uchun imkoni boricha biz o'zi ish olib boryapmiz, Profil universiteti, Yaponiya va boshqalar ularga migrantlarni oliy ma'lumotlarni jo'natish masalasini o'ylayapmiz. Endi oldini olish bo'yicha nima qilishimiz kerak? Birinchidan
transformatsiyada o'ylashimiz kerak, qanday umuman jamiyatni tuzayotganligimiz haqida. Shuning uchun o'zimizni transformatsiya paytida, yangi jamiyat, yangi o'zbekiston qurayotgan paytda o'zimizga xos bo'lgan asrlar davomida bizga xizmat kelayotgan o'zimizni milliy qadriyatlarga javob qilmasligimiz kerak. Biz birinchi navbatda nima qilishimiz? Birinchi navbatda biz yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashimiz kerak. Umuman avloddan avlodga o'tishda doim avlodlar orasida qarama-qarshilik bo'lib kelgan, ziddiyat bo'lib kelgan. Ota-onalar avlodi bilan farzandlar orasidagi ziddiyat an'anaviy doim bo'lgan. Lekin bugungi kunda o'tish davrida bu juda murakkab tushyapti. Shuning uchun bu masalada ayniqsa birinchi navbatda oilaviy hayotga mana masalan 11 ta funksiyasi bor, bitta ham funksiyasini ko'pchilik bilmaydi. Buni hammasini biz o'qitishimiz kerak. Hatto ittifoq davri bilan o'qitilgan. Lekin biz buni hozir o'qitmayapmiz. Ilgari o'qitganmiz. Hozir ta'limdan chiqib ketdi. Imkoni boricha 9 sinfdan keyin texnikum ketadi yoki 12 endi 12 yillikka o'tamiz, lekin 12 yillikka o'tish to'g'riga qarab emas, past hisobdan bir yil qo'shimcha hisobdan 12 yil bo'ladi. Shuning uchun 9-sinfdan boshlab buni o'qishimiz kerak. Bu ikkita narsani beradi. Oilaviy hayotga tayyorlashni beradi. Keyin maktab psixologi bilan yoki texnikum psixologi bilan o'quvchi orasidagi muloqotni yuzaga keltiradi. Bugungi kunda psixolog bor, lekin psixolog sifatida maktabda ishlay olmaydi. Yordam ko'rsata olmaydi. Faqat bu yerda yoki nafrat bo'lmasligida emas. Yo'q, zo'r psixolog bo'lsa ham u darsdan ola olmaydi. Uchun dars vaqtida hech kim jalb qila olmaydi. Ertaga kelib kelishadi, kechqurun albatta keyin yugurib ketishadi. Psixologdan bevosita muloqot qiladigan, faqat urush janjal qilgan, boshqa qilgan, jamiyat bolalar ishlaydi psixolog. Shuning uchun psixolog bilan bevosita bolani kontaktini o'rnatish uchun psixolog dars berish kerak. Bolani bilish kerak, tartibini bilish kerak. Shu dars berish mobaynida savol javob beradi. Shu borada muloqot o'rnatiladi, kontakt paydo bo'ladi. Shu borada keyin kerak bo'lsa bola darsdan keyin o'zi qolib, maslahatim bor, sizdan so'rashim kerak deb o'zi murojaat qiladi. Mana shunda psixologik xizmat yuzaga keladi. Bugungi xizmat psixolog, maktabdagi psixolog faoliyatida deyarli yo'q bo'ladi. Faqat qiyin tarbiyalanuvchi uchun boshqa bolalar ishlaydi. Endi ilmiy ommabop kitoblarni bitta mutaxassislar hammalar to'g'ri tushuninglar, imkoni boricha bugungi kunda bolalarimiz katta kitoblarni o'qimaydi. Ilmiy terminlar yozgan kitoblarni o'qimaydi. Uni ilmiy ommabop sifatida berish kerak. Qisqa ozgina qilib berish kerak. Chiroyli qilib berish kerak. Chunki ilmiy ommabop kitoblarni nomini ham chiroyli qilib turib bersanglar, shuni imkoni boricha tezroq savodxonligini oshiramiz. Psixolog savodxonligini oshiramiz. Dissertatsiya tadqiqotlarimiz juda ko'p, hozir dissertatsiya tadqiqotlari juda ko'p olib boryapmiz. Bu yerda ko'plar kengash a'zosilar, kengash raislari sizlar, institut direktorlari sizlar. Mana shunday kengashlarda juda ko'p dissertatsiya yopilyapti-ku, lekin uni bevosita amaliyotda qo'llash natijasini amaliyotga tatbiq etish yo'q hisobda. Dissertatsiya yoqiladi, dissertant xursand bo'ladi, natijada taqdirlanib qoladi, anda oyligi oshadi. Bu ishni tinch anda dissertatsiya chang bosib turadi. Ilgari Sovet davrida ham shunaqa edi. Sovet davrida hamma dissertat, hozir bor Moskvadan o'zi dissertatsiyasiz yo'qligiga dissertatsiya jamoamiz faqat pul sotishdi. To'g'risi shunday bo'ldi. Xullas pulli. Chunki eng katta kamchiligimiz bizni nazariy jihatdan yaxshi aql egalari bor. Dissertatsiyalarda bo'lmaganda bir 60-70% juda qimmatli g'oyalar bor, natijalar bor. Lekin uni sirasi tatbiq etish yo'q. Kapitalist davlatlar nima qiladi? Kapitalist davlatlar har bir g'oya uchun pul to'laydi. Har bir narsa uchun sizni rag'batlantiradi. Odamga kitob yozib,
o'zi hayotini kechirardi. Biz bugungi kungacha kitob yozib, o'zimizni pulimizdan, hisobimizdan chiqarib uni yana taratamiz. Shuning uchun bir to'pda bunga alohida e'tibor berishimiz kerak. Ayniqsa kengash a'zolari, kengash raislari shunga e'tibor berishimiz kerak. Hammamiz bunga e'tibor berishimiz kerak. Dissertatsiyadagi juda yaxshi bir qimmatli tomonlarini tatbiq etish mexanizmi ishlab chiqishimiz kerak. Shundoq olsak bo'lmaydi. Ha, biz ham hozir qolyapmiz, faqat dasturga kirityapmiz. Mana masalan dasturga kirish kerak, bu masalan dasturga kirish kerak. Bu faqat kalni tayyorlashga xizmat qiladi. Lekin amaliyotga xizmat qilish kerak. Amaliyotga xizmat qilish uchun nima qilish kerak? Qanday deriz? Manfaatlar bo'lish kerak o'sha tatbiq etayotgan odam. Shuni mexanizmini aqlcha yetarli hamma dedi. Shuni o'ylashimiz kerak birgalikda. Aholiga psixologik yordam, psixodiagnostika rivojlantirishimiz kerak. Psixodiagnostika bizni juda orqada. Faqatgina eski metodikani ishlayapmiz. Hozir mavjud bo'lgan, ishlagan metodikalarimizni ham ekspertiza qilgan odamlar o'zi yo'q. Antibor uyusi olib, sizga 2 kundan keyin uyingizga shartnoma berib, avtorskiy svидетельство mualliflik guvohnomasini berib, shuni sizdan xursand, u ham xursand, lekin natija yo'q. Buni o'ylashimiz kerak. Har bir oliy ta'lim muassasasi o'zida psixologda bor, mana talabalar o'tiribdi. Shu psixologda masalan bu profi universiteti bo'ladimi, oliy fanlar bo'ladimi, yoki boshqa isbitlar bo'ladimi, bu yerda ma'lum bir psixologik konsultatsiya bo'lishi kerak. Aholi kelish kerak. Sizlardan, hokimiyatdan, boshqadan, shu mahalladan aholi kelib, chetdan konsultatsiya olish kerak. Bu yerda professor, dotsent, o'qituvchi yonida talaba o'tiradi. Natijada talaba qoladi. Talaba ishtiroki shart bo'lmasa, talabani kamerada narida o'tirib, boshqa xonada butun auditoriya ko'rib turadi. Psixolog qanday ishlayapti, qanday maslahat beryapti, qanday kutib olyapti, qanday ish olib boryapti. Bu dual ta'lim-ku, bu amaliyot-ku, bu jonli amaliyot. Buni qilishimiz kerak. Ham sizlarga foyda, mahallaga foyda, ham bizga foyda, kadr bevosita ko'radi. Tibbiyot shuni qiladi-ku. Nimaga biz qilmaymiz? Endi mana tibbiyotga bizga og'lik o'zimizga. Noyob tibbiyot bizga og'lik. Lekin biz buni albatta joriy qilishimiz kerak. Zamonaviy o'zbek oilasi ijtimoiy psixologik modelni yaratishimiz bizni akademik loyihamiz hisoblanadi. Zamonaviy o'zbek oilasi o'zi qanday bo'lishi kerak degan savolga ilmiy asosda javob berishimiz kerak. Bu yerda milliy qadriyatlar ham o'zining ifodasini topsin. Va shularni yangilik ham bo'lsin. Yangilik nima? To'yda yangilik bo'ladi. To'yda nima qilishadi? 3-4 kun vals tushishga o'rgatishadi. Kuyovlar hammasi albatta chiqib vals tushish kerak. Bir takdir vals tushishdan tashqari, ana Xorazm o'yin 2 yoshga o'rgansin, o'zini ko'rsatsin, Xorazm raqsini ko'rsatsin. Nima qiladi Xorazm raqsida chol bilan kampirni chiqaramiz, raqs tushdi. Nimaga yosh kuyov kelinni chiqarmaymiz? Nimaga vals tushishimiz kerak boshqa madaniyatdan? Yana bir narsaga e'tibor berishki, Yevropa xalqlari, bu Yevropa xalqlari ko'p narsa biz olyapmiz. Men millatchi emasman. Kerak bo'lsa chukchidan olaylik, boshqasidan olaylik, eski noston xohlagan millatdan olaylik, lekin faqat yaxshi tomonini olaylik. Biz milliy qadriyatlarimizga farq bermaydigan, milliy qadriyatlarimizni zid bo'lmagan, o'zimizni milliyligimizni yo'qotmaydigan, etib psixologik xususiyatlarimizni saqlab qoladigan va ulardan olib o'sha elementlarni o'zimizni birlashtirib, mana bunday qilib boyitib chiqarishimiz kerak. Buni qilishimiz kerak. Qilishimiz qo'limizdan kelmaydimi? Aqliga juda ko'p bir buni qilishimiz kerak, shart.